jirkanch maxluq ateistlarni ildizi bilan sug'urishga men inshaalloh harakat qilaman. Bo'lmasa yoshlarni hammasini buzib tashlaydi bular. Bular onasi bilan ham, otasi bilan ham, ukasi bilan ham, singlisi bilan, hammasi bilan, farzandlari bilan ham jinsiy aloqa qilib ketadigan bular Allohdan qo'rqmagan maxluqlar bo'ladi. Musulmonga xos bo'lgan mana shunday vahshiy va iflos iddaolarni keltirgan odam kutilgani kabi muloyimlikni yoqib menga javob qaytaribdi. Isming to'tagan, men seni so'kmayman, haqorat qilma, lekin ikki og'iz gapim bor. Islom dinida majburlash yo'q. Hamma o'z yo'lidan ketish kerak. Buni boshqa birodarlaringizga ayting. Lekin ateistlar ijtimoiy tarmoq orqali chiqib olib, yoshlarni ongini zaharlab, dinimizni ustidan kulib, payg'ambarlarimiz ustidan izdivatsiya qilib, kitoblarimizni yirtishga sallanib umuman haqqilari yo'q. Nimaga haqqimiz yo'q? Siz kabi odamlar internetga chiqib olib, ateistlarni ildizi bilan yo'q qilish kerak degani yoki sizning tomoshabinlaringiz chiqib olib, ateistlar iflos, ko'r, xunasa, gey, isqirt, najas bo'ladi degani qanday haqqi bo'lganligi kabi menda ham xuddi shunday haq bor. Qur'on yirtishga keladigan bo'lsak, to'g'risi Qur'on bu kitob. Mening kitob yirtadigan odatim yo'q, chunki men mana shu kitobni yozgan odamni hurmat qilaman. Lekin agar muhtojligim bo'lganda, kerak bo'lsa Qur'on bilan ko'timni artardim. Lekin yaxshiyamki bunday muhtojligim yo'q. Tuvalet bo'lmagi bu masalada Qur'ondan foydaliroq. Ko'tlaringni mana shundoq qisib yurlaring, javoblar jo'ski bo'ladi. Nimaga men qisishim kerak? Nimaga siz qismaysiz? O'zingizni yaxshi o'rnak deb o'ylaysizmi? Kofirlar makonida gastrobayterlik qilishni, ha? Men-ku ilm-fanni targ'ibot qilaman. Qisish kerak bo'lgan bu joyda faqat siz. Amerikani dinsizlar debsam, bir kesang borki, men biletlaringni o'zim olib beraman-da, mana shu Amerikani seni aylantirib, nechta fasilitiga olib boraman. Ateistlar, hali shaytonga sig'inadiganlar, xristianlar qanchasi islom dinini qabul qildi, Qur'on kitobni o'qib. Mana yolg'on gapirayotgan bo'lsam, mana shu yo'lda turibman. Qanchasi dinni qabul qildi. Sen unaqa adashmagin. Eng dindorlar mana shu Amerikada bo'ladi. Pew Research tashkiloti olib borgan tadqiqotlarga ko'ra, Amerika aholisining atigi 1% musulmon hisoblanadi. Ya'ni qo'pol qilib aytganda, atrofingizdagi 2-3 ta qishloqlar musulmon bo'lganligi Amerikani diniy davlat qilib qo'ymaydi. Yana keyin meni aytsanki, gastrobayter o'qimagan, bu tupbo'y trak haydaydi debsam, buni haqiqiy erkaklar minadi bu trakka. Shuni esingdan chiqarmagan. Mana shuncha ayollarni aslida haqiqiy erkak demoqchimisiz? Bu trak minish oson emas. Mana shu 20 yoshli qiz ta'kidlashicha, 1 oylik treningdan keyin xuddi siz kabi yuk mashina haydovchisi bo'lsa bo'ladi. Buni topayotgan pulini uncha-muncha odamga emas topish. Siz bu ishingizdan topayotgan pulingiz Amerikada o'rta sinfdan past hisoblanadi. O'zingizga katta baho berib yormang. Senga bitta maslahatim, faqat shuni qilgin bo'ptimi? Eshit gapimni. Joni chiqayotgan odamni bitta emas, ikkita emas, bir 10 marta tepasiga turgin. Ko'ziga